Assalamualaikum hürmetli görürmenler. Washington Mınbırı'ga hoş geldinglar. Burun Açıl programmasının namıda tarqıtılıp kelgan күзәтүш анализ сәйіпіміз buningdan keyin Washington Mınbırı namida tarqıtıldı. Washington Mınbırı o'xshashla mutaxassislarni, analizchilarni, jamoat arboblarini, har soha, har kasbdagi ziyolilarni va shaxslarni taklif qilib, Uyg'urlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniyat, diniy erkinlik, tarix, voqea hodisalar, xalqaro vaziyat, iqlim masalalariga doir temalarda suhbat uyushtirdi. Programmamizni har oyning 4-haftasi tarqitamiz. Ko'ruvchilarimizning biz bilan aloqalashishini xat yozib ham telefon qilib, bizga fikr berishni qarshi olamiz. Washington Mınbırı nomida tarqatilgan tunji programmamizni biz hozir dunyodagi eng qiziq tema Xitoyning bir yo'l bir balvoq planiga bag'ishladik. Bir yo'l bir balvoq nihoyatda cho'ng qurilish. Xitoy hukumati 122 milliard dollarga mablag' solishga va'da qildi bu qurilishga. Uyg'ur rayoni bu qurilishning bir tuguni. O'rta Osiyo yo'li, Qashqa Guadar yo'li Uyg'ur rayonidan o'tadi. Şunu biz bir balvoq bir yo'l Uyg'urlarning kelajagiga zich bog'lanishli bir plan deb qaraladi. Bu plan Uyg'urlarga qanday xiris va fursatlarni ilib keladi. Bu masalani munozara qilamiz bugungi suhbatimizda. Shunga 3 qimmatli mehmonni taklif qildik. Ularning biri Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi, analizchi Elshad Hasan apandi. Elshad Hasan apandi oldi bilan studiyamizga xush keldingiz. Rahmat, ko'rmanlar, hammalarni qizg'in salam hammalarga. Yana bir qimmatli mehmonimiz Amerika New York shahar universitetining siyosiy palla professori Shamin apandi. Shamin apandi bizning suhbatimizga Skype orqali ishtirok qiladi. Shajovshonni tinjama? 能听见，谢谢。谢谢你。Bugün yana bir mehmonimiz var uzundan kelgan. Hozir Angliyada o'tirishli Anvar To'xt apandi. Hozir Washingtonda shunga bugungi suhbatimizga studiyamizda ishtirok qiladi. Anvar apandigime hoş geldiniz deymiz. Teklifimizni qabul qilganliginizga. Rahmat, hammalarga salom. Xitoyniki bir yo'l bir balvoq programmasi bu dunyoda eng cho'ng qiziq nuqtalarning biri bo'layotgan bir cho'ng tema. Bayon biz aytib o'tgandek, Xitoy hukumati yaqindala Beijingda bir balvoq bir yo'l xalqaro suhbatini o'tkazdi va xalqaroda bu texnik g'ulg'ullarni qo'zg'adi. Shuni biz bu yerda bugungi sahifamizda biz shu masalani yoritib ko'pchilikning diqqatiga sunmoqchi. Biz shunday bir qarasak, bir balvoq bir yo'l bu liniya asosan yani yangi Ipak yo'li deb atalayotgan bu liniya asosan musulmon davlatlardan o'tadi. Bu allarning ichki qismida yoki ularning o'zaro munosabatlarida bir turoqsizlik, muqimsizlik mavjud. Bu ahvolda shu savolni so'ramay turmaymiz. Bu qurilish amalga oshadi. Qani buning javobini tuvanda bizningki qimmatli mehmonlarimizning alaqayla oldi bilan Elshad apandidan so'rab baqay. Yani siz qanday o'ylaysiz? Yani bu qurilishning amalga ishchanlik masalasida qanday fikrlar bo'lasiz? Menimcha bu qurilishninki amalga ishchanligini tuvan deb qarayman. Chunki bu yo'l xuddi siz abay bayon qilgandek oldi bilan bizningki azizani Qashqar degan Uyg'ur madaniyatining markazi bo'lgan Qashqardan o'tib Pokistonga kirib, Pokistonning Gwadari orqali oyoqqa bordi. Qo'rg'osdan o'tsa O'rta Osiyo orqali mangdi. Ama mana degan vaqtida hozirgi mushu Pokistondan o'tadigan yo'l eng xatar. Mana degan vaqt qo'zg'alangan ko'p, har xil qarshiliklar yuz berayotgan bo'libmi? Baluchiston masalasi hozir xalqaralashdi. Yaqinda oldin haftada Londonda bir baluchistonliklarning yig'ini ichildi. Bu yerda u yerning xalqi hozir mushu yo'lning sababidan norozilik bildirib, namoyish qilib xalqarada buning qarshilik nihoyatda kuchli kelib beryapti. Shunga bu yo'lga siz undaq umidvor qaramaysiz? Men undaq umidvor qaramayman. Hozir bir misolni elib o'tsam, ashada hozir Xitoyningki avatga injenerlari bir injenerni qo'g'dash uchun 5 qo'g'dug'icha shular bilan birga yuradi ekan. Bu demak, u yerda bu mumkinchiligi nihoyat to'g'ri. Uning tanarixi ishib ketadi. Shunga bu nuqtani biz New Yorkda suhbatimizga qatnashayotgan Shamin apandiga bir so'rab baqsak, ikkinchi javob sifatida professor Shamin bu masalaga qanday qaraydi? Ya'ni bu bir balvoq bir yo'l siyosatining amalga ishchanligiga qanday fikrda bo'ladi? Shamin apandining so'zini anglab baqaylik. 首先呢，我们对“一带一路”呢，要问清它是一个经济计划，还是一个政治、一个战略计划。
Aldı bilen bir belvaq bir yol, bir iqtisadi plan mı, yoki siyasi strategiya mı? Buni aydınlaştırıp bilish lazım. Eğer o iqtisadi plan bolsa, onun amalga işçilığı nayt tüven. Xitay hükümeti birer iş qilsa, aldı bilen siyasi jihatni o'ylashidi. Yani bu planni siyasi, strategiya ve harbiy nuqtalardan o'ttirg'a qo'ydi. Agar strategiyalik foydani chiqish qilgan bo'lsa, u buning iqtisodiy foyda ziyniga bek parvo qilib ketmaydi. Bu qurilish bir siyasi plan. Uning bu siyasi plani bir qancha omilga bog'liq. Biri Xinjiang rayonining aminligi. Xinjiang rayonining aminligi Beijingning siyosiy bexatarligiga munosabatlik masala. Shunga bir belvaq bir yo'l qurilishdagi eng cho'ng omil atrofidagi davlatlar bilan birlashib, o'zining uch xil kuchlarini kontrol qilish maqsadiga yetish. Shunga bu qurilish siyosiy jihatda qisqa mezgil qalqonlik rolini o'ynab, uning hokimiyatini bir mezgil qo'g'dishi mumkin. Biroq u uzun manzilda texnik ko'p xirislarga duch keladi. U hatto bu xirislarda mag'lub bo'lishi mumkin. Biroq bir belvaq bir yo'lning balkim Xinjiang va atrofidagi davlatlarga ma'lum iqtisodiy yordami tegishi mumkin. Nima uchun mushundaq muqimsiz bir rayonlarda ishki jihatda qalaymiqanchilik va demokratiyasi va qonun tuzum mukammallashmagan asosiy aslalari ojiz mushundaq bir rayonlarga kelib Xitoy hukumati bu tavakkilchilikni qiladi. Masalan, Pokistonni bilamiz. Pokistonning ishki vaziyatini bilamiz. O'rta Osiyoning ahvollarini, masalan, O'zbekistonda sirtda muqimda ko'ringan bilan uning ishki turaqsizliklarini bilamiz. Xitoyning bu yerda o'ylayotgan strategik manfaati, buningki yetmoqchi bo'lgan nishoni nima? Anvar Efendi bir nuqtani dedi, bu davlatlarning qarziga bo'g'ib o'tishdi dedi. Bu yerda shu savolni yana sizlarga takrorlamoqchiman bayamqi. Bu Xitoyning strategik uningdan boshqa bu yerda qandaq bir strategik manfaati va qandaq bir narsa bularni bu yo'lga tavakkul qilyapti. Bu yerda bu oqisidagi plan nimadan iborat? Chunki hozir dunyo xaritasiga qarasak, Xitoyniki energiya yo'li shu O'rta Sharqdan dengiz bilan keladi, Malayziyada munosib o'tib keladi. Malayziya atrofida Tayvan va Yapon bor ve Amerika'nınki asker gücü var yerden. Bunu nait asan bu enerji yolunu kesvatarlaydı. Bu enerji yolunun mühimliği bu Xitay için acellik bir xil noktada. Şunun için bularniki oylayotganda qilmoq bo'lgan mayli nima chiqsa chiqsin, Pakistan tarafdan yo'l qurish yo'lini etish. Ama bu yo'lni etishniki dastlabda o'ttirg'i proposal qilib qilgan Pakistan. Jonglay vaqtida mushni o'ttirib qo'ygan, mushni qilsanglarda, chunki o'zining manfaatini o'ylab bular Xitoyniki energiya yo'l mayadimasa o'z vaqtida Benazir Bhutto vaqtida Xitoy bilan bak munosabat yaqin to'g'ri. To'g'ri. Shu chog'da dastlabda qo'yilgandi bu. Zulqar Benazir. Sizningki qo'shimcha qilgan bir nuqta. Meningki Xitoyninki xalqarada taraqqiy qilgan vaqtida dunyoga ta'sir ko'rsatish ikki yo'li bor. Birisi dengiz yo'li, birisi quruqlik yo'li. Xitoy dengiz yo'lida tarixdan tortib ojiz yo'li buningki. Hozirgi sharoitda Xitoyninki dengiz yo'lidan chiqsa, xuddi Anvar apandim degandek, Malaka bo'g'izdan o'tadi, ammo bu atrofdagi davlatlarning hech qaysi Xitoy tarafda turmaydi. Bo'libmi hozir Xitoy bilan ziddiyat. Bunda bir sharoitda bu tarafdan yo'li oson to'silib qoldi. Bo'lmasa, u yerninki energiya yo'li tanarqiy baktuvan, quruqlik selish to'g'anda. Buni biz 2 yılın aldıda Xitayninki Mudafaa Universitetininki professori hem siyasi komissarı bo'lgan Liu Yajou degan Xitoyning yozgan Jungoning kelgusidagi chiqish yo'li mushu O'rta Osiyo bilan Yevropaga tutish quruq kona Yipak yo'li degan bir strategiyalik plani bor. Shuning uchun Xitoy bunun da A tarafdan, dengiz tarafdan çıkış yolununki tosildigan ihtimali nayt yuqori bo'lganligidan bu yoqda gerçi tanarqi nayt yuqori abaymam deganga o'xshash jiq mablag' selish to'g'ri keldi, muqimlikni saqlash uchunmi. Uningki eng muhim yeri yana bir jihatdan mana elib aytgan vaqtida bizning vatan buningki Xitoy chegarasiniki tuguni bu yerda. Bizning vatanniki Uyg'urlarningki erkinlik, barobarlik ko'rishi hech qachon to'xtab boqmadi. Bu yerda bir xatarlik. Ben Pakistan tarafını dedim. O'rta Osiyo tarafda olsa hammasi Türk millatları.
bu yerda muqimsizlik nayt aniq. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston qaraganda muqimdek turgan bilan bularning hammasi diktator hokimiyat, hokimiyatning bosh o'ldi yoki bir vaqa bo'ldi, bu davlat shu zamon muqimsizlikqa aylandi. U yerda qarz bergan holatdami, o qarzni kim to'laydi, topqin olmaydi. Mana degan vaqtida Xitoyning masalan Venezuelaga sog'an mablag'ini aytib ko'p, hozir olmayotdi. Pul yo'q. Shuning uchun bu yerga mablag' selish Xitoy mana degan vaqtida Shamin apandim degandek siyosiy strategiyani planladi. O'zining ta'sirdagi kuchini aşağı ko'rsatish. Uningdan keyin bu yerdagi Xitoyning bu yo'lni tanlashidagi eng muhim narsa Amerika hozirgacha G'arb dunyosi O'rta Osiyo yoki bu musulmon Mao yo'lga degandek muhim deb qarab kelmadi. Sal qaradi. Bir masala bor, hozir xalqaro talash tortish qilayotgan, agar Xitoyning bu plani amalga oshsa, bunchalik mablag', ya'ni İpek yo'li liniyasidagi bu davlatlarningki qarasak 1 trilyon 400 milliard dollarlik bir iqtisodiy savdo hajmi bor bu yerda. Bu agar amalga oshsa dunyoning muhim bir savdo qanali İpek yo'li bo'ylariga qayidi deydigan. Agar bundaq bo'lsa, bu dunyoda qanday o'zgarishlarni paydo qiladi? Bu ehtimollik bormi? 对，现在如果我们看全球的，无论是生产还是贸易还是农业还是各种消费， Agar biz hozir yer sharining mayli ishlab chiqarish, mayli savdo, mayli yezigilik yoki iste'molga qarasak, 3 cho'ng markazni ko'ramiz. Buning birinchisi Shimoliy Amerika, ikkinchisi G'arbiy Yevropa, uchinchisi Sharqiy Osiyo. O'tganki 30 yillik taraqqiyot natijasida yer sharidagi asosliq markazlar Sharqiy Osiyoga ko'chishga boshladi. Hozir Xitoy dunyodagi eng chong ishlab chiqarish davlati bo'lib qolmay, dunyodagi eng chong savdo davlati. Bu yerdagi xalqaro masala shu. Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti uning atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatni olg'a suramdi. Uning sharqidagi dengiz orqali chegirdash ellarning hammasi demokratik davlatlar. Agar Xitoy ularning bu demokratik muhitiga moslashmasa, uning iqtisodiy taraqqiyoti atrofdagi bu davlatlar bilan bo'lgan to'qinishini kuchaytiradi. Dunyoda yangi bosh ko'targan kuchlarning xalqaro demokratik tartibga xiris qilib vayron bo'lgan misoli bor. O'z vaqtidagi Germaniya bilan Yaponiya buning misoli. Agar Xitoy demokratiya, erkinlikka qarshi turib, davomli hozirgi yo'lda mangsa, uning o'xshash taqdiriga duch keladiganligini faraz qilish mushkul emas. 那我觉得我最后受到像点呢这样的命运，那我觉得不是不可设想的。 Endi bu yerda so'rashga tegishli bir savol shu. Bu qurilish Uyg'urlarning kelajagi nuqtasidan, masalan, turmush, ishga o'rnanishish, ularningki madaniyati, diniy e'tiqod erkinligi, muhiti bu masalalarda ularga kelgusida qanday ta'sir ko'rsatadi? Chunki bu bakjiq mablag', bakjiq shirkatlarning kirishi, nurg'un Xitoy ko'chmanlarining, ishchilarining kirishi degan gap. Chunki nurg'un korxonalar bu yerga o'tkilyapti. Bu oqibatida Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu masala haqida texi Uyg'urlar atrofli bir tadqiqot yoki munozir bo'lmadi, bunda imkoniyatmi yo'q? Shunga bu masalaga bizningki ziyolilarimiz nima o'ylaydi? Oldi bilan Ilshod apandi. Uyg'ur mana degan vaqt Sharq Turkiston bizning vatanimiz, bu Xitoyning atalmış bir balvoq bir yo'lninki quruq yo'ldagi tuguni. Asosan Xitoyninki hamda u buni O'rta Osiyo Arab O'rta Sharqqa yetkazish uchun cho'qim bizning zaminimizni o'tadi. Buningdan mumkin emas. Shuning uchun buningda shaxsan mening farazimda Xitoy bunda cho'ng mablag' selib, buningki muqimsiz bir rayonga selishninki yana bir strategiya plani. Bu bo'lsa shuni bana qilib turib bizning vatanga ko'plagan Xitoy ko'chmanlarni akilish, bizning Uyg'urlarni o'zimizning zaminida as-sonliq millat qilib, midiranmaydigan holatga akilish. Bu mu deganda oyoqda o'tirversa, mazminda yana o'ziga qoladiganqa buningga bir to'qaq tikanda qimani tikanda tikyapti. Chunki bu yerda mana degan vaqtida Xitoyninki chiqish yo'li hech qachon yerlik Uyg'ur millatlarini yoki Uyg'urlarning qayrindishi bo'lgan qolgan yerlik millatlarni hech qachon chiqish yo'li qilib boqmadi. Agar uni qilgan bo'lsa, Uyg'urlarga buning aralashish bir fursat beradi. Hozirgacha kelgan Xitoyning siyosatida bu yerda hech qachon Uyg'urlarga manfaat olib kelamadi deydi, ammo lekin gapingizni bo'lib o'tdim ishada. Bu yerda bir nuqta, buning ta'siri nima bo'ladi? Ya'ni muhit, nüfus, iqtisod, ishga o'rnatishish, Uyg'urlarning turmush, hayot usuli, madaniyati bularga keladigan bir ta'siri, olib keladigan natijasi
ijobiy, salbiy. Albatta salbiy. Bu yerda hozirgacha biz hech qachon ijobiy bir narsani ko'rmadik. Masalan, Qashqar biz deymiz Uyg'urningki madaniyat markaziy bulug'i bu manda degan vaqtda. Hozir bu yerda Xitoy nopsi ko'payyapti. Shu orqali Uyg'urlarning diniy erkinligi, hatto kiyim kiyishdan tortib soqol qo'yish, ism qo'yishlarni cheklayapti. Bu demak Uyg'urlarning aslimasiga qilyapti. Uningdan keyin xizmatda Uyg'urlarga hech qachon bir xizmat bergani yo'q. Hozirgacha ochiq oshkora mana idoralarga Uyg'ur olmaymiz deydi. Yana bir tarafdan madaniyat jihatdan degan vaqtida Uyg'urning hammasini Xitoycha so'zlaydigan yaslidan tortib tarbiyalayapti. Bu demak Uyg'urningki tilini yo'qotishga o'tdi bu. Yer saralarda bo'lsa Uyg'urlarning o'zining yeridan ayırıp, ularni mana degan vaqt hukumatning bergan azroq puliga muhtoj bo'lgan bir xil qalandaga o'xshash ashuning qo'li qarab qoladigan sargardar qilib qo'yibdi. Bu xil ahvolninki oqiti nima degan vaqtida bizning millatni butunlay milliy aloyidligi, milliy kimligidan yo'qotib, Xitoyga beqindi bir xil quldek bir millatga aylantirib, oxirisi balki millat mavjudligimi o'zgarib ketadigan, Xitoylashgan yoki tungallashgan manda bir narsaga akib qo'yish ehtimoli. Endi bu yerda savolimizni professor Shaminga qarasak, 对，首先我们看到了就是中国的新疆或者东土政策和它的一路一带了。 Xitoyning Xinjiang yoki Sharqiy Turkistondagi siyosati bir balvoq bir yo'l qurilishi oxiri berib zanjirsimon reaksiyaga aylandi. U bir balvoq bir yo'l orqali iqtisodni rivojlantirib, atrofidagi davlatlar bilan munosabat o'rnatib, Xinjiang masalasini bu orqali hal qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, biroq uning siyosatining mag'lub bo'lishi 2009-yildan buyon Xinjiangda yo'l qo'yilgan harbiy idora va har xil ziddiyatlar uning bir balvoq bir yo'l qurilishiga to'sqinlik elib keldi. Xitoy hukumatı hozirga qadar ikki tarafga foydali bir chora o'tirib qo'yolmadi. Shunga uning Xinjiang yoki Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga zodi qanchalik foyda yetkazishi bir masala. Yangi Ipak yo'li Xinjiang yoki Sharqiy Turkistonning qatnash aloqa yo'llarini ochadi. Bu narsalar yerlikning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga foydali. Biroq Uyg'urlarga qanchalik foyda olib keladi, bu yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarning umumiy manfaatiga qanday qarishiga bog'liq. Ba'zi Xitoy ziyolilar burun Uyg'urlarga luqma ko'p berilib, tayoq oz bo'lib qoldi. Hozir tayoqni ko'paytirish kerak. Meningcha Uyg'urlarning umumiy manfaatiga buzg'unchilik qilish, ular erishgan foydaga qaraganda zo'r bo'lib ketadi. 我相信呢，恐怕是大于一个维族人可以感觉到的这种利益和就是自己的一个处境的改善。 Men şöyle bir narsani qo'shib qo'ysam, Shamin apandim bilan bir turkum Xitoy mutaxassislarininki bir ko'z qarashi bor. Burunqi Xitoyning siyosati bir qo'lda kaltak, bir qo'lda kampit deydi. Mayaqti kampitni berdi, mayaqti kaltakulu urdi gap anglamasa deydi. Ammo burunqi siyosati kampitni jiq berayotgan deydi. Amaliyotda Xitoyning tarixida Uyg'urga kampit berib boqmadi. Sharq Turkistonliklarni zodi kaltak bilan urib keldi. Bergan bo'lsa-mu zag'irdan berdi hayotimizni kechirish uchun. Uningdan boshqa narsa yo'q bu yerda. Bu birisi. Ikkinchidan, bu bir balvoq bir yo'lda Uyg'urni chiqish yo'li qilgan narsa emas. Bu yerda Uyg'ur yo'q Xitoyning bu strategiyasi. Men nima uchun buni yo'q deyman desa, agar Uyg'ur bor bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur rayoni bu chiqish yo'lining tuguni bo'lgan yerda Uyg'urni aslida sahnaga chiqarib, bu narsani Uyg'urning ovozidan tashviq qilsa, vaqtda O'rta Osiyodagi hammasi biz bilan bir tildagi, bir madaniyatdagi bularni qoyil qildi. Pokiston tarafga agar Uyg'urni chiqarsa, diniy qarindosh deb bu yerda ularni qoyil qildi. Uyg'urning roli bu yerda amaliyotda agar Xitoy Uyg'urni chiqish yo'li qilgan bo'lsa, sahnaga Uyg'urni chiqarib qo'yib, naqshini Uyg'urni yetkazgan bo'lsa, ayarayni etib Yevropaga keta oladi. Ammo dötligi Uyg'ur buning yo'qligidan Xitoy ta hozirgacha Uyg'urni dushman qilib bostirib, Uyg'urni ashadagi o'zining qarindoshlariga, mayli diniy qarindosh bo'lsin yoki milliy qarindosh bo'lsin, hammasiga dushman qilib, terrorist deb ko'rsatib, urib, to'qib, kaltak bilan urib qilyapti, ujuqtiryapti. Hech qachon buning boshqa narsa yo'q. Elshad apandi muhim bir temani o'tirib qo'ydingiz, ya'ni Xitoyning Uyg'urlarni to'liq yaxshi qo'llanmayotganligi bu qurilish masalasida. Endi albatta biz bilamiz, Xitoyning siyosati hozirgi siyosiy ideologiya jihatda kontrol qilish, amallik jihatda bostirish, Uyg'urlarningki butun aloqasini ta'qib qilish, har qanday o'qitish fikrlarga yo'l qo'ymaslik. Uning bu siyosati bir yo'l, bir balvoq siyosatininki ular da'vatgan kelgusi g'oyasigami toza mos kelmaydigandekda. Mesela Anvar Efendi'ye kısa qilib vatandagi bu tinchsizlikni Uyg'ur topindi. Hukumat, Xitoy hukumat
qo'zg'adi, ya'ni kirilib, majbur qilib qo'zg'adi. Endi buni tushunish uchun Kommunist partiyani tushunish kerakda. Bu Kommunist partiya dunyo bu jahon qalamaqan bo'lgan chog'da tug'ildi bu Kommunist partiya. Diktatorning taqdirida bu o'sidi, yo'g'onlaydi. Ammo tinchlik bo'lgan chog'da bu Kommunist partiya yo'qaydi-ku. Bu buniki xarakteri. Shuning uchun Kommunist partiya o'zini mangu o'lmaslik uchun bundaq bir qalaymanchilikni paydo qilyapti. Tamomlashtirish kerak. Bu mana qiziq bir masalani o'tirib qo'ydi. Endi siz asosan siyosiy mantiqa sizdan chiqish qilib bu masalani o'tirib qo'yapsiz. Ammo bu yerda yana biz bir balvoq bir yo'lga qaytib kelaylik. Masalan, Pokistonning Qashqago'dar koridori bir balvoq bir yo'ldagi eng muhim bir projekt bu qurilish. Bunun eng muhim tarmoqi. Xitoy hukumatı bu yo'lga 46 milliard dollar mablag' solganligiga va'da qildi. Hamda Xitoydagi Qashqago'dar iqtisodiy koridori elib kelgan iqtisodiy taraqqiyot Uyg'ur rayonida Pakistanning ishki vaziyatida, chunki Pakistan bir qalaymiqan davlat hozir bir muqimlikni saqlaydi deydi. Buningga qanday qaraysizlar? Ya'ni muqimlik saqlay olamdi. Kesbet alayma muqimlik shakllantirmaydi. Chunki iqtisodiy masala ham ishni hal qiladigan masala emas. Xitoy millati, men manda deyman, e'tiqodi yo'q millat bo'lganki, bo'libmi Xitoy kommunist kontrolidagi Xitoy hokimiyatdagi Xitoylar, e'tiqodi bo'lmagan millat doim moddiy dunyoni butun dunyo deb qaraydi. Ammo e'tiqodi va har qanday bir millat ruhiy dunyoni eng ustiga qo'yadi. Bu yerdagi bu bir balvoqning quruq yo'lda mangdigan hammasi e'tiqodi va millatlar. Bular faqat qo'saq to'yish qila emas. Bularningki talab qildig'ini e'tiqodiy erkinlik, ma'naviyatningki boylig'ini talab qiladi. O'zining madaniyatini taraqqiy qildirish, o'zining e'tiqodini erkin praktik qilish, o'zining til narsalarini taraqqiy qildirish, muarifni hammasini. Ammo Xitoy buningga unda qilolmaydi. Xitoy kelgan yerda muhitni buzib mengyapti. Masalan, Afrikada hozir bu masala aniq ko'rinyapti. Hatto Qozog'iston noroziliklar bo'lyapti, chiqyapti. Balochistonning norozilikmi shu? Muhitni buzyapti. Shuning uchun bunda bir sharoitda bu yerda mablag' seliblar muqimlikni saqlayman degan bu ahmoqonalik ham tarixda hozirgi kelguncha buni iqtisodniki hech qachon muqimlikni akaylanmaganligi naiti aniq bir ko'rinyapti. Agar bir demokratiya, erkinlik davlat bo'lsa, u yerda bu iqtisodning taraqqiy qilishi, chunki xalqda erkinlik bo'lganligidan balkim nisbiy jihatdagi muqimlikni ko'tarib akilib, asta-asta bu yerni muqim qiladi. Ammo diktator hokimiyatda zo'ravonlik bilan iqtisodning kuchi bilan bir turkum odamlarni o'zi qartib, qolganlarni bostirish orqali muqimlikni keltirdi. Ammo hokimiyat Mashindal davog'lig'ish bo'ldi, u yer shu zamatli tugaydi. Demak, siz bu muqimlik akilanmaydi degan vaqtdagi qarashlaringizni, sabablarni tushuntirdingiz. Anvar apandi, bu hozir Xitoyning bundaq sog'an zo'r mablag'i bir muqimlikni barpo qila olamdi bu rayonda? Abimda apandi degandek bu tarafdan bu muqimlikni qilolmaydi. Chunki u yerdagi millatlar bilan Xitoy millatniki madaniyat joyidan nima o'xshamaydi. Tafakkur o'xshamaydi. Ularga uni qilish uchun oldi bilan hurmat bersa, bulamsam bir millat adam kansan deb hurmat deb nasıl hurmatlab muomala qilsa, o iqtisodi ikkinchi o'ringa chiqib qoldi-ku. Hozir bu masalani Shamin apandidan so'raylik. Professor Shamin qanday qaraydi? 对，那么因为就是北京呢，就是 Beijing bilan musulmonlar orasidagi to'qinishning iqtisodiy salmoqi xeli zo'r. Biroq eng zo'r salmoqni yanada diniy e'tiqod, ma'naviyat jihatiga to'qinish egallaydi. Hozir dunyodagi musulmon davlatlar va millatlar duch kelgan taqdir diniy e'tiqod erkinligiga berib taqiladi. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini olg'a suramdi. Men buningda o'z fikrimni qolaman. Yana bir masala Hindiston amiri. Hindiston bu koridorga qarshi. U Kashmir to'qinishi hal bo'lmagan ahvolda bu koridor uning manfaatiga taqiladi deb qaraydi. Shunga bu qurilishning tinchlik ilib kelishi gumonliq. Uchinchi, Xitoy bir balvoq bir yo'l bo'yidagi davlatlarda duch keladigan ichki to'qinish masalasi. U Bermida bu xil vaziyatga duch kelib o'ngsizlikka uchradi. Bu ahvol o'xshashla Pokistonda mavjud.
Masalan, Pokiston bilan Balojistonliklarning to'qinishi. Xitoy Pokiston hukumati tarafini tutayotgan ahvolda u qanday qilib Pokiston hukumati bilan yerlik xalq o'rtasidagi bu to'qinishni adil hal qila oladi? Bu omillarni birlashtirib qarasak, Xitoy duch kelgan xavfning zo'rligini ko'ramiz. 我觉得这里边呢可能会起一些作用，但是我觉得从长远来看呢，恐怕没法解决。 Bu yerda Xitoy ishchilari, injenerlari Balojiston yerli qurolli kuchlarining hujum nishoni. Hamda undan sirt Pokistonda yana nurg'un masalalar bor. Diniy to'qinishlar, siyosiy to'qinishlar, terrorlik, siyosiy partiya guruhlar o'tirisidagi raqobat, armiya bilan hukumat o'tirisidagi ixtilof. Bundaq nurg'un masalalar va Xitoy hukumati bu masalalarga Pokistonda cho'qim hal qiladi. Bu yerdagi savol nima desa, Xitoy hukumati bunda 46 milliard dollar mablag' solgan bundaq bir muqimsiz davlatda bu masalalarni qanday hal qiladi? Ular Pokistonning ichki vazifasidagi o'xshamagan taraflar o'tirisidagi bu ixtiloflarni tangishiy olamdi. Ularni murassa qildira olamdi. Bu masalada efendim oxirgi 1 minut vaqtimiz qoldi. Ishqinglarga 30 sekund vaqt beray. Tez arada tugatinglar. Mana degan vaqtida Xitoyning bir balvoq bir yo'lida, borib quruq yo'lidagi bu yo'lda chigirning uyiqidikilar, chigirning ma ichidikilarga qarayotdi. Bu qarayotganlari Uyg'urlar. Bu yerda Xitoyningki Uyg'urning ismini cheklash, soqol burutdan tortib kiyim kechak-kecha tiligacha cheklash, bular hammasi chigirning uyoqdikilarga bir xil ta'sir bo'ladi. Xalqqa ta'sir bo'ladi. Hukumatning ishchiligimi garchi bu yerdagi demokratiyaning mukammal bo'lmaganligidan hokimiyatningki iqtisodiy manfaatini deb Xitoy bilan birlikda parliq elish orqali bu yo'lni ichpagan bilan hukumatning ichida aqlli odamlar hammasi biladi. Bu yerda A tarafdagi chigirning oyoqdikilar yo'qovyotdi, e'tiqodini saqlayolmayotdi, ma'niyatini saqlayolmayotdi degan bu narsa hammasiniki hukm. Aniq. Qozog'istonda bo'lyapti, Pokistonda Uyg'urlarni yaxshi tushundi bularningmi? Shuning uchun bu Pakistanning ishchiligi bu masalalarni iqtisodiy hal qilmaydi. Yana bir sirtqi omil bo'lsa, Hindiston, Pokiston kuchlansa, Hindistonga tahdid, bu yerda Kashmir masalasi bor. Hindiston cho'qim ularning ishchiligi qarshi guruhlarga, masalan, Balochistonliklarga hozir Hindiston kaynida azroq yordam qilyapti. Afg'onistondagi Talibanga burungi ashaddiy dushmani bo'lgan Ruslar yordam qilyapti. Nima uchun deganda Xitoyning bu yerni butun kontrolliga ib ketishining oldini olish uchun Xitoyning dushmanlari astirtin bu yerga mablag' sevyapti, kuchkurt qilyapti. Shuning uchun bu narsa Xitoy mablag' selish iqtisodiy orqali bu yerdagi Pokistonning ishchiligi, Afg'oniston, O'rta Osiyodagi masalani ularga yordam qilib hal qilmaydigan bu hamxiyat. Anvar apandi 30 sekund bu Xitoy hozir qisqa javob bering. Mushrayinda bu Xitoyniki qilmoqchi bo'lgan narsa bu Xitoy Chingiz Xonning ideyasini qo'llayotdi. Men qo'rqatsam, bassam, hamnasi amalga oshadi, tinchlik bo'ladi deb. Balkim Chingiz Xonniki u yo'li bilan shu chaqdagi dunyoni so'ralish mumkin, ammo hozirgi millatlar, hozirgi fuqarolar nega qolisi o'zgarib ketdi. Vaqt munosabati bilan suhbatimiz mushakkalchi bo'ladi. Bugun qimmatli ziyolilarimizni, mutaxassislarimizni taklif qilib bugungi suhbatni o'rinlashtirdik, aytib qimmatli fikrlarni berdi. Bundaq suhbatlarni davomli o'rinlashtirib turamiz. Buningdan keyin Washington munbiri har oyning 4-haftasi sizlar bilan yuz ko'rishadi. Bugun yana bir qatim bugungi suhbatimizga qatnashgan mehmonlarimizga rahmatimni aytaman. Professor Shaminga neyurikdan shunchalik vaqtini ajratib suhbatimizga ishtirok qilganligiga ko'p rahmat. 谢谢你，夏教授。谢谢，以后我争取能够学会那个维语，然后能够跟大家一起深入讨论。谢谢。好的，谢谢，感谢你。Riyosat sizga rahmat. Rahmat. Ko'p rahmat sizlarga qadam tashrif qilganlarga. Hurmatli ko'rurmanlar, kelar qitim programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.